Keliki sanatçı yulduzlarga cheksiz bo'lgan muqaddas ayol nominatsiyasi bo'yicha eng chiroyli iqtidorli o'qituvchilar qatorida Nasiba opam Aliyeva bugun bizning mehmonimiz va mezbonimiz. Avvalambor assalomu alaykum onajon. Ayyomlar muborak bo'lsin. Chiroyli tilaklarni bugun mana shunday qanot yozgan qadrdoshlaridan darak tutmaysigan ekanmiz. Marhamat. Assalomu alaykum o'quvchilarim, mehribonlarim. Mana bugun sizlar mana shu ziyofatni uyushtirgan ekansizlar. Avvalambor sizlarga katta rahmat. Sog' bo'linglar. Hayotda umuman adashmanglar. Sog'liklaring birinchi o'rinda. Hamisha mana shu katta bundan ham katta bazmlarni uyushtirishda tantanali qilib yuringlar. Oilalaringga, hamma ahlilaringga sog'lik, salomatlik tilayman. Men sizlardan xursandman. Mana shuncha 10 yil o'tib qo'yibdi. Mana shu 10 yil ichida Xudoga shukr, hammalaring o'zlaringni topibsizlar. Rahmat. Ming bor rahmat, sog'lik, salomatlik tilayman. Rahmat ustoz, salomat bo'ling. Arzimas bo'lsa ham sovg'amiz bor, qabul qilib olasiz. Bugungi kundan, bugungi oqshom uchun. Bu adashmasam kartinka bo'lsa kerak, shundaymi? Uyingizda eng chiroyli, har kuni ko'zingiz tushadigan joyga osib qo'yasiz. Farzandlar sizni eslatib tursin. Shunday. Keling do'stlar, endi ustozimiz bilan birgalikda davlat raqsga tushsak. Mana shu 1976-yil akalarimiz 43-maktab 32 yillik uchrashuv chog'ida yig'ilgan do'stlarimizni ham davramizga chorlaymiz. Marhamat Rochinbek. Zo'r